Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mehmon Sho'duzlan. Bu videomizda sizlar bilan biza hamma bilgan Instax serverini o'ynaymiz qaniga unda. Instax box pub o'ynaymiz. 8 odam o'ynayapti. Hozirchalik kuchayishimiz mumkin. Rank borkan, Ender chest ko'chirilibdi mana bu yoqqa. Hozir men yangilanishlarni aytib beraman qaniga unda. Hop, qaranglar, Ender chest aytib turardi. Hop, mana ko'chirildi. Hop. Mana nima o'zgardi? Qarang. Bunday. Yana qaranglar, yana mana yoqqa yangi NPC qo'yildi. Ko'rishingiz mumkin. Kit Taarode. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Monoga monaqadan ikkita o'stirlar bo'ladi. Bunga esa monaqadan ikkita. Bu monodan 3 ta, yashildan bunaqaga Protect shunaqa ochsalar bo'ladi. Ya'niki hozir ko'rsam mana mononi ochsalar bo'ladi. Bunda faqat damlamalar bo'ladi, sakol. Hop, nice. Bitta kesla olishlar mumkin mana. Pastroqchi undan zo'r mana shu Shulker kesga monolarga lasbalabatalla ko'rishdan sekin kuchayib boraverasizlar. Shunday qilib olishlar mumkin. Hop. Yana nima o'zgardi? Afka joyning nimasi o'zgardi? Qarang. Afkaga kirsalar, mana ekranda yozib chiqib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Siz afkasiz degan yozib chiqib turibdi. Va men vaqti 7 sekunddan bizga afka shart beradi. Neta qimalab yursalar ham bo'laveradi. Bittalar qimalamasa turadi, lekin bitta qimalamasdan yursa ham bo'lardi, lekin o'zi qimillab yursa ham bo'laveradi afkada. Hop, yana men down dersam down open yozaman va men aytdim dalma olaman. Ana down kes oldim, mana down kesim. Qo'ydim unikka bo'ldi. Norm. Buni olib va yangi narsa qochib turdi. Ma'lumotga joy va monolarni pas almashdi. Gold bilan unaqa almashdi va mana uni. Keyin yangi narsa qaranglar. Hop, mana pastga tushing, biratanchik tushingda. Biratanchik tushing. Qo'lan biratanchikmi? Arqa tushing. Tushing birat. Tush. O biratanchik, mana choping. Choping biratanchik, choping. Davay biratanchik. Da buni tanidim, bu bo'lmadi. Ve niki iyi öldürüp koydum. Dur. Ne öldürüyor? Lan öldürüyle. Clicker. Ne diyor lan? Öldüreyim. Öldüreyim bro. Öldüreyim. Öldüreyim diyor sen. Evet, öldürsiz. Bırak öldüreyim. Давай, chopping. Давай. Uring. Давай, yana bitta. Boom, ana bo'ldi. Yana bitta narsani tushib ketadi. Mana bunaqa respawn bo'ladi. Respawnni bossalaring, spawnlar paydo bo'ladi. Bosmasanglar, просто turaverasizlar. Lekin qaranglar. Men istasa bu narsa yo'qdi. O'lsalar, sразу spawn ketib qoladi. Hozir esa nima ovqatlab olganman. Endi mana Minstax endi o'zini ishini bajardi. Qaranglar. Mana bu kiramiz. Mana 12 ta kristalga stek berardi. Endi o'sha vazifa bajariladi. Endi ovqat kerak bo'ladi. Ko'p yoki yugursalar, ovqat go'shtlarni ketadi. Shuning uchun ovqatdan ko'proq olaveringlar. Если что. Qarang, dial deb yozsak chiqmayapti. Dial open deb yozsang keyin chiqadi. Keyin aytdim, mana bunaqa olsang bo'ladi o'zlaringnikini. Mana vaqt ketgan. 23 soatda 57:19 soniya qoldi. Obetdan kuzatib o'tish juda vaqt ko'p oladi.
Va bu yerda yangi narsa yo'q, ne yangi narsa yo'q, bor bo'lsa ham mayli, farqi yo'q, qarang aytib chiqaman. VIP ranklarning bo'lsa 5 ta coin beradi. Ya'ni kunlik o'yindan 5 ta beriladi. Kunlik o'yindan 5 ta beriladi. A pro ranklar bo'lsa 10 kunda 10 kun 24 soatda 24 soat o'tganda mana 20 mana shu vaqt o'tgandan keyin mana shu pro ranklaring bo'lsa mana shu 10 coin beriladi. MOP ranklaring bo'lsa 15 coin beriladi. Bundan tez MOP rank olish kerak. Meni tez ko'tarilib bo'ladi. Elite rank bo'lsa 20 coin beriladi. Bu yilda 25 coin beriladi. Emin mana u rank yaxshi. Mana shu rankni yaxshi deb o'ylayman. Coinni ko'p beradi emin. Coinni ko'p beradi. Ya'ni bu buni qaranglar. Agar chatga dial open deb yozib o'tirish shart emas, mana spawn nima aytadi? Men aytdim uni. Mashina skin bor ekan, birodan chiqdi mashinaga ustiga bitta bosib bunga nom berish kerak. Skin shunaqa. Qarang. Mashina ustiga bosasizlar, mana joyga olib kiradi. Xullas mana shunaqa joyga olib kiradi. Men mana aytdim, mana o'zlarining kunlik o'yinlar yozilgan bular. Mana aytibdi. Register your call of inglizchasiga 2023 soat, 52 soat. O'tamayotgan. Hamma nima pro rank yo'q. Bilan hamma pro rank yo'q. Bilamaydi, yangi narsa emas bu. Xo'p, mana xullas ko'rishingiz mumkin mana shunaqa yangiliklar Ministax serverda. Xo'p, menimcha do'stlar, bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldirib tashlanglar. Sizlar bilan men Mehron Shohida. Sizga